Hijobni birodarlar farz ekanligida hech kim ixtilof qilmaydi. Ayol kishi badanini yopib yurishligi kerak. Bizning mazhabimizda ayollarni yuzini niqob bilan to'sishlik farz ham emas, vojib ham emas, mustahab deydi ulamolar. Ayrim holatlarda agar ayol kishi haddan tashqari go'zal, haddan tashqari chiroyli bo'lib, nomahram erkaklarning ko'zi tushib, fitna bo'ladigan, boshi aylanib qoladigan darajada go'zal bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ayollarga niqob bilan to'sishligi lozim bo'ladi. Lekin umumiy suratda ayol kishining yuzi bizning mazhabda avrat emas deyilgan. Kiyimni rangiga keladigan bo'lsak, birodarlar, albatta bu ayollarning hijobi qora rangda bo'lishi shart emas. Hijob deganda aniq rangi, aniq bir nimasi yo'q. Shabloni. Keng bo'lsin, uzun bo'lsin, badanini, ya'ni qomatini ko'rsatmasin, shaffof bo'lmasin, ko'z tortmasin. Odamlarning nazarini o'ziga tortmasin. Shu hijob. Albatta qora bo'lishi shart emas, birodarlar.